Karnivinga botirasizlar. Mana botirdik, nomiga botirsanglar, ko'p suv quyib yuboraman deb qo'rqmanglar. Yaxshilab sug'oringlar. Salofan paketi ichiga solib qo'yishimiz kerak. Teplичка qilib qo'yishimiz. Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bundan 2 hafta oldin stand-up so'z xlorofitum zamiakulkis qalamchalarini perlitga ekib qo'ygan edik. Kanalda batafsil video bor. Kim ko'rmagan bo'lsa albatta ko'ringlar. Xudo xolasa yana 10 kundan keyin salafalarni olib tashlaymiz. Ildiz azgincha yurib olgandan keyin. O'zi perlitda qalamcha qilishdan asosiy maqsad perlitda tuproqga nisbatan chirish ehtimoli juda ham kam bo'ladi. Qalamcha deyarli chirib ketmaydi. Bugun masalaga xuddi shunaqa usulda vermikulitda qalamcha qilishni ko'rsatib bermoqchiman. Vermikulitda qalamcha qilish perlitdan ko'ra yana ham oson. Video davomida masalan hammasini ko'rsatib tushuntirib beraman. Izohda menga ko'pincha yozishadi, men qalamchani tuproqda yoki suvda qilaman, lekin qalamcha juda ham tez chirib ketadi. Nima qilsam bo'ladi? Do'stlar, agar chirib ketayotgan bo'lsa, qalamchani perlitda, vermikulitda, qumda yoki kokos substratida qilib ko'ringlar. Xudo xolasa chirib ketmaydi. Chunki bu joyda chiritadigan bakteriyalar yashamaydi. Kanalga obuna bo'lsanglar, men sizlarga o'zi xudo xolasa hammasini birin-ketin ko'rsatib boraman. Bugun mana vermikulitni ko'rsatib beraman. Do'stlar, kim kanalimizda mehmon bo'layotgan bo'lsa, albatta obuna bo'linglar va bizning Telegram kanalimizga ham obuna bo'linglar. Birinchi masalaga perlitga ekilgan qalamchalarning holatini ko'rsatmoqchiman. Keyin bularni yopib olib qo'yamiz. Mana ko'rib turibsizlar, hech qanaqa chirish alomatlari yo'q, svejiy bo'lib, juda ham chiroyli bo'lib, yorqin bo'lib turibdi. Mana stand-up so'zlarning barglarini ko'rib turibsizlar. Mana xlorofitum hech qanaqa chirish alomatlari yo'q. Juda ham chiroyli holatda turibdi. Endi mavzuyimizga qaytamiz. Vermikulit qalamcha uchun yoki mayda yoki o'rtacha shaklda bo'lishi kerak. Bu mana bizda o'rtacha, ozgincha maydalatsa ham bo'ladi. Agar vermikulit juda ham yirik bo'lsa, ishlatmanglar, qalamcha uchun to'g'ri kelmaydi. Vermikulitni perlitga o'xshab maydalashni iloji yo'q. Kim birinchi videoni ko'rgan bo'lsa tushundi. Biz birinchi videoda perlitni maydalagan edik. Bugun ham biz xuddi shunaqa 6 ta qalamcha ekamiz. 2 ta stand-up so'z, 2 ta zamiakulkis va 2 ta xlorofitum. Qalamcha qilish uchun bizga shu narsalar kerak bo'ladi. Albatta bu qalamchani o'zi, vermikulit, kichkina tuvak yoki kichkina stakanchalarni ishlatsanglar ham bo'ladi. Stakanni tagini albatta teshib olinglar, ortiqcha suv chiqib ketishi shart. Va qalamchalarni teplичка qilib qo'yish uchun bizga albatta salofan kerak bo'ladi. Mana shunaqa zip paket ishlatsanglar juda ham zo'r, juda ham qulay, tepasini yopish oson. Qalamchani katta kichikligiga qarab zip paketni ham tanlaysizlar. Va qalamchalar tezroq ildiz chiqarish uchun biz albatta karnivinga botirib keyin ekamiz. Endi karnivin shartmi, shart emasmi, buni o'zingizlar hal qilasizlar. Ildizni agar tez chiqarmoqchi bo'lsanglar, albatta karnivin ishlatinglar. Va albatta bizga suv kerak bo'ladi. Mana stakanchalarning tagini teshib, vermikulit bilan to'ldirib oldik. Endi masalaga ekishni tushuntirib ko'rsatib beraman. Har doim qalamchani ekayotganda juda ham chuqur ekib yormanglar. Misol uchun mana zamiakulkis ekayotganda 3 dan 1ni qo'minglar. Mana shu joygacha eksanglar yetadi. Stand-up so'zsi bo'lsa mana shu joygacha qo'msanglar yetadi. Juda ham chuqur qo'mib yoradigan bo'lsanglar, chirib ketish ehtimoli yuqori bo'ladi. Xlorofitni ham xuddi shunaqa. Tegini ozgincha qo'msanglar, shuni o'zi yetadi. Men sizlarga hozir zamiakulkisni ko'rsatib beraman. Qolganini bitta qo'lda endi ko'rsatib bera olmayman. Endi hammasi xuddi shunaqa qilasizlar. Mana ildiz chiqadigan joyini karnivinga botirasizlar. Mana botirdik, nomiga botirsanglar yetadi mana, bilinar bilinmay. Va yarmigacha ekib qo'yasizlar. 3 dan 1 tegida bo'lsa, mana shuni o'zi bemalol yetadi. Do'stlar, mana hamma qalamchalarimizni ekib oldik. Endi men sizlarga eng muhim joyini tushuntirib ko'rsatib beraman. O'zi hamma gap shu joyda. Birinchi bo'lib bitta savolga javob bermoqchiman. Vermikulitni qayerdan topsa bo'ladi? Vermikulitni sizlar agrodokon, gul bozor, gul do'konlaridan bemalol topsanglar bo'ladi. Agar men ishlatayotgan vermikulitga qiziqayotgan bo'lsanglar, bu Pyotr Plexanovning mahsuloti, juda ham zo'r vermikulit. Uzun marketdan xarid qilsanglar ham bo'ladi. O'zi uzun marketda Pyotr Plexanovda xona gullari parvarishida hamma kerakli narsalar bor. Vermikulit, perlit, sealit, torf, biohumus, har xil tayyor tuproqlar, mana universal tuproqlar, har xil xona gullari uchun maxsus tuproqlar, oziqalar, masalaga etadigan hamma oziqalarni sizlar Pyotr Plexanovdan bemalol topsanglar bo'ladi. Do'stlar, men shu videoni birinchi kommentariyasida Pyotr Plexanov Telegram kanalini qoldiraman. Shu joyga kirsanglar, o'zi tuproqlarni qanaqa ishlatish, qanaqa tuproqlar tayyorlash, nima mahsulotlar bor, narxlari hammasi bilan tanishsanglar bo'ladi. Hozir men sizlarga endi buni eng muhim joylarini tushuntirib beraman. Do'stlar, buni ekkanimizdan keyin biz birinchi o'rinda buni yaxshilab sug'orishimiz kerak. Perlitda, vermikulitda ko'p suv quyib yuboraman deb qo'rqmanglar. Yaxshilab sug'oringlar. Tagidan suv chiqquncha, vermikulit hammasi ho'l bo'lguncha sug'oringlar. Faqat tagidagi teshiqlari bo'lsa bo'ldi. Ortiqcha suv chiqib ketsa bo'ldi. Mana men har doim mana shunaqa purkab sug'oraman.
4-5 marta mana shunaqa purkab sug'orsanglar, o'zi hammasi ho'l bo'ladi, nami tagigacha yetib boradi va ortiqcha suv tagidan chiqishni boshlaydi. Albatta yaxshilab sug'oringlar. Quruq joy qolib ketmasin, hamma yog'i ho'l bo'lsin. Keyin buni sug'organimizdan keyin salofanga solib qo'yamiz. Hozir bu joylarni ham sizlarga albatta ko'rsataman. Eng asosiysi birinchi o'rinda yaxshilab sug'oringlar. Do'stlar, endi keyingi muhim qadamlarni men sizlarga qisqacha tushuntirib beraman. Mana biz vermikulitga ekdik, yaxshilab sug'ordik. Endi biz bularni salofan paketi ichiga solib qo'yishimiz kerak, teplichka qilib qo'yishimiz kerak. Salofan paketning o'zining muhim qoidalari bor. Birinchidan, ichi ko'rinadigan salofan bo'lishi kerak. Ikkinchidan, salofan paket yopib turish kerak, tepasi yopiladigan salofan ishlatinglar. Va uchinchidan, o'simlik salofanning ichidan yopishib turmasin, bemalol tursin. Agar salofanning devoriga tegadigan bo'lsa, chirib ketish ehtimoli yuqori. Shu uchun salofanni o'simlik hajmiga yarasha tanlaylar. Misol uchun mana bularga kichkina salofan to'g'ri keldi, bularga ham qilib ko'rdik, to'g'ri kelmadi va mana kattaroq salofanga soldik. Endi keyingi qadam, biza bularni xona haroratiga qo'yishimiz kerak. Hozir hamma xonada harorat juda ham zo'r, har qanaqa xonaga qo'yaverasizlar va yorug' quyosh tushmaydigan joyda turish kerak. Ustiga quyosh tushmasin. Endi keyingi qadam, biz bularni har kuni 5 minutga ochamiz, shamollatamiz, kerak bo'lsa ozgincha suv purkiymiz, keyin yana yopib qo'yamiz. 5-10 minut shamollatsanglar yetadi. Shamollatish nimaga kerak? Bu dima qilib qoladi, ichidan kondensat to'lib ketadi. Shu uchun ochib ozgincha shamollatib turishimiz kerak. Salofanni biz taxminan 15 kun, 20 kundan keyin olib tashlasak bo'ladi. 15 kun, 20 kun albatta turish kerak. O'zi qalamchamiz o'sishni boshlaydi. O'sishni boshladi degani bu ildiz paydo bo'ldi degani. Zamyakulkasida 15 kun, 20 kundan keyin bemalol olib tashlaversanglar ham bo'ladi. Bularga endi vaziyatga qaraysizlar. Yana nimani sizlarga tushuntirishim kerak? Menimcha hamma narsani aytdim, muhim joylarini. Do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videoda xudo xolasa qumda, kokos substratda ham qalamcha qilishni men sizlarga ko'rsataman. Albatta bizning Telegram kanalimizga obuna bo'linglar. Hozir juda ham qiziq mavzu ketyapti. Aglaonema, Diefenbach, Monsteralarning 10 son sortlari haqida gaplashamiz. Aglaonemani 10 son 7 ta sort haqida gaplashdik. O'ldirib bo'lmaydigan sortlari haqida. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xudo xolasa keyingi videolarda ko'rishguncha.